Razinjo Namangandan keldim. Ko'ksaroq suyagimni tashib ko'rgan 4-stepda. Operatsiyadan boshqa bo'lmaydi dedimi? Bunda qancha vaqt yurdi? Bunda 1 yil yurdim. 1 yil. O'zi ham og'ir ekan. Qanday yurding? Mana yarim soat bo'ldi. Yarim soatda nima o'zgarish sezdi? Yarim soatda shu 1 yilga og'irlikdan chiqdi. Rangi ham kirdi. Buni boshqa ushlaman. Mana 1 yildan keyin yurgan bo'lsa, tashib oladi. Rahmat sizlarga. Qani bitta o'tirib turchi, bismillah rahmonir rahim. O'tirib tura bilardingmi? Qiynalardi. Mana Xudoga ming qadar yarim soat ichida bitta yur. Allohga shukr. Hech kim seni kasal demaydi o'zi. Bo'ldi. Hali 6 kunim bor. 6 kunlarda sakrab yurasan. Boshqa kasal olma. Tasavvur. Kelganda xastada keldim. Bir kunda tashladim. So'z berdim, tashladim deb tashladim. Operatsiya nima dedi? Ikkalasini O'tgan birinchi kelib o'sha travmatologga ko'ringanimda o'sha operatsiya dedi. Keyin shu boshqa travmatologga borib, lecheniya qildim. Bahorda emlantiya qildim, o'sha 3-stepda dedi. Tabiiy tabobat nimalarni olib ishdim. 6 oy. Bu 4-stepda o'tgan. Kelataman. Uni foydasi yo'q. Rangi ham ko'p. Ko'rdingmi? Aqaldan bo'lsin. Keyin qap qaradi. Sen bitta yurib bismillah. Bu 6 kunda. Shunaqadan yana olaman.